Pleseyni montajida e'tibor qilish kerak bo'lgan narsalardan bittasi mana ipni bog'lab qo'yish kerak. Ipni bog'lab qo'yish kerak. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Boshida biz ham ish boshlaganda shuni bilmasdik. Mana shuni to'g'risi kesib ketardik. Sal nagruska bo'lgan paytda bir xilda har doim emas, mana qisqib qo'yib yuborish mumkin. O'zi qo'ya olmaydi. Bu yana doполнительный kesib qo'ysa bo'ladi. Keyin plesey o'rnatayotganinglarda so'ranglar, yo'qsa aytinglar. Plankali bor, plankasiz bor. Mana bu narsa pastga yopiladi, mana bu yopiladi. Ko'p joyda mana shu joy ochiq qolib ketadi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu plankali qo'ydik, yopilyapti. Plankasida mana buncha zazor bo'ladi, mana shu ochiq qoladi, ko'rsanglar bo'ladi mana. Shuni qochib o'lim. Mana bizda yo'q ko'rasizlar. Chunki mana shuni qilib bitta chiqsa yaxshilab yopiladi. Shularga e'tibor bersanglar, xudo xolisa mana yopildi. Plankasiz deb klient kelsanglar, xudo xolisa sifatli joylarga ham qo'yamiz. Uni ham ochishga sal noqulay bo'ladi, chunki mana bu joy yopilib qoladi. Ishlashlar yaxshi. Lekin quyoshda turadi, yarim santimetr ochiq qolib. Kimga shunaqa sifatli plesey jarliklar kerak bo'lsa, bemalol qilish mumkin.